Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan aynan korporatsiyamizga hamkor bo'lgan aziz hamkorlarimizga qanaqa sovg'alar berilishini ko'rib chiqamiz. Ko'pchiliginglar bilasizlar, bizda hamkor bo'lishi bilan mana shunaqa korobkada kompaniya korporatsiya tomonidan podarka beriladi. Bu korobkani ichidagi mahsulotlar va ular to'g'risidagi ma'lumotlar hammasini ko'rib chiqamiz. Kelinglar birgalikda. Tushunarliroq bo'lishi uchun men tizimga olib birinchi bo'lib korobkamizni ochganimizda bizda mana shunaqa 1 litrli idish tovoq yuvadigan gelimiz chiqadi. Bundan limon hidi keladi. Konsentratsiyasi shunaqa quyuqki, hatto buni tenga-teng suv qo'shib ishlatsanglar ham bo'ladi. Juda ham barakali. Idishlar tez yuviladi, ya'ni yuvganingizda chayilishi juda ham tez. Bunda ham sizlar suvinglarni isrof qilmaysizlar, ham idishlaringlarni ximikatsiz, toza, ekologik mahsulotlarda yuvgan bo'lasizlar. Bu birinchi bizani idish tovoq yuvadigan gelimiz. Keyingi mahsulotimiz bu ham 1 litrlikda, lekin juda ham quyuq bo'lgan. Aynan mana shu bitta qopqochasi bemalol 6 kilo, 5 kilo kirlarga yetadi. Kir yuvadigan gelimiz. Bu gel ham juda ham konsentratsiyasi quyuq va eng muhimi kiyimlaringizga ziyon yetkazmaydi, rangini o'chirib yormaydi, o'zini tabiiy matosini chiritmaslikka yordam beradi. Bu ham juda ham zo'r va eng bizani favorit mahsulotlarimizdan biri. Keyin bizga aynan mana shunaqa zubnoy pasta chiqadi. Tish pastamiz. Bu zubnoy pastaning tarkibida umuman ftor yo'q. Dengiz vodoroslari asosida tayyorlangan, tishingiz emalini yomon qilib yormagan, qirmagan holatda tozalab beradi. Oqartirib berish xususiyatiga ega. Bu brend iLife brendi. iLife brendi ostida chiqqan bu mahsulotimiz. Keyingisi bu bizani eng zo'r mahsulotlarimizdan biri bo'lgan bu bambuk salfetkamiz. Bu salfetkani rangi mana ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, oq emas. Sababi bu 100% eko mahsulot. Agar buni rangi oq bo'lganida yoki boshqacharoq rang bo'lganida biz ishlatadigan salfetkalarga o'xshagan faqat aralashtirilgandagina rangi oqqa o'zgarishi mumkin. Lekin haqiqiy bambuk salfetkalarni, ya'ni ekologik toza mahsulotlarning rangi aynan mana shunaqa rangda bo'ladi. Chunki bularga hech qanaqa ranglar, hech qanaqa ximikatlar qo'shilmagan, tabiiy 100% ekologik mahsulot. Keyingi bizani favorit mahsulotlarimizdan biri bu albatta mana shunaqa ayollarning gigiyenik mahsuloti. Ko'pchilik sevib ishlatadi. Aynan mana shu mahsulot uchun Greenleaf'ni yaxshi ko'rib qolgan hamkorlarimiz juda ham ko'p. Men o'zim ham yaxshi ko'raman. Har bir ayol uchun bu juda ham eng kerakli mahsulotlardan biri va eng muhimi bunda o'zini chipi bo'ladi. Buni eng yana zo'r taraflaridan biri namlikka o'zida saqlab qolmaydi. Buni videosini men kanalimda qoldirganman. Qanaqa qilib solishtirilgan videosini aynan biz ishlatadigan gigiyenik vositalar bilan buni farqini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Nima deyotganimni yaxshiroq tushunib olasizlar. Juda ham akkuratniy, mana ochilishlari ham ochilib yopiladi. Mana bittadan ochib, havo kirib yoki chang kirib infeksiya tushmaydi bu. Mana ochib ichidan olganingizdan keyin yana qayta yopib qo'yaverasiz. Juda ham sifati juda ham zo'r. Bemalol bir kunda bitta ishlatsangiz bo'ladi. Men qanaqa darajada bo'lsa ham sizlarda o'sha paytdagi vaziyat. Keyingi bizani eng katta va shu boksimizdagi eng zo'r narsa bu Sialux brendidan mana shunaqa kosmetika naborimiz. Bu kosmetika naborining ichida 4 ta mahsulot bor. Yuvadigan очищающий средствоsi bor, toniki bor, losyoni bor va kremi bor. Mahsulotlarimiz yuzni juda ham zo'r namlantirib beradi, oziqlantirib beradi. Ayniqsa bizdagi havoga, ayniqsa bizani iqlimimizga juda ham kerak mahsulotlardan bittasi bu. Agar bilsanglar, Sialux brendi bu premium kачестводagi kosmetikalarni ishlab chiqaradi. Juda ham sifati zo'r. Hamma ayollarga ishlatib ko'rishini tavsiya qilgan bo'lardim. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bu sovg'a korobkamizning ichida nima bo'lishini sizlarga ko'rsatib ochib berdim. Hamkorlarimizning har bittasiga albatta biznes paketlariga qarab mana shunaqa podarkalar beriladi. Nima uchun beriladi va nimaga aynan shu mahsulotlar? Chunki bu mahsulotlar bizani eng zo'r va eng favorit mahsulotlarimizdan biri. Ko'pchilikka mashhur shu idish tovoq yuvadigan gelimiz, kir yuvadigan gellar, gigiyenik vositalar, bambuk salfetkalar, zubnoy pastalar eng kerakli mahsulotlarni solgan korobkaning ichiga qayerdadir qolib ketgan, suruvga o'tib ketayotgan yoki hech kim olmayotgan mahsulotlarni solmaydi. Nima uchun? Sababi har bir kelgan hamkor bularni olib, o'zi ishlatib ko'rsin va tajribasida o'tgan narsalarni bemalol atrofidagilariga aytib, bemalol mahsulotlariga ishonch bilan sota olishi uchun. Shuning uchun har bitta kelgan hamkorga men maslahat bergan bo'lardim. Bu narsalarni sotmanglar, bu narsalarni hammasini o'zingizlar ishlatinglar. Sababi ishlatgan odam nima deyishni biladi va qanaqa qilib tavsiya berishni biladi. Videoda to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Agar kimga qanaqadir mavzu qiziq bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi videomiz aynan
shu mavzuda bo'lishi mumkin. Barchalarni Greenleaf biznesida kutib qolaman.